Yashil makon ekoloyihasi asosida kelajak uchun daraxt eko-marafonni tashkil etdik. Ushbu eko-marafonimizdan asosiy maqsad aholi o'rtasida ekologik mas'uliyatni kuchaytirish, yashil daraxtlarni ko'paytirish hamda kelajak avlod uchun ekologik muhitni yaxshilashdan iboratdir. Zero har bitta ekilgan daraxt bu kelajagimiz uchun poydevordir. Talaba sifatida bunday ekologik tadbirlarda qatnashish men uchun faxr. O'zbekistonda archa ekish samarali ish hisoblanadi. Bugun biz archa ekish orqali tabiatni himoya qilishga va yashil O'zbekistonni barpo etishga o'z hissamizni qo'shyapmiz. Zeroki har bir daraxt bu hayot. Yashil makon dasturi biz yoshlarga tabiatga mehr va mas'uliyatni singdiradi. Bugun ekayotgan har bir archalarimiz kelajak avlod uchun toza havo va go'zal muhit demakdir.